Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ko'ruvchilar. Bugun 2026-yil 8-oyning 20-kuni payshanba. Bugungi Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining naq maydon suhbat programmasida oldingi sonlarda izchil qilib kelayotgan arabliklarning asarlariga Sharq Turkiston nazar nomli suhbat programmasida tarixshunos professor Adib Xalidninki yozgan kitobidagi ikki mazmun o'tganini tunishtirgan uchinchi mazmun, ya'ni uchinchi bilim Yoqub Bey haqida, Yoqub Bey davlat haqida qisqacha so'zlaymiz. Bu qatimliqda bu suhbat programmasiga bu programmaniki tayyorlik qilayotgan Amerikadagi To'g'liq Abdurazzoq apandim taklif qildim. Assalomu alaykum, hurmatli To'g'liq Abdurazzoq apandim. Qimmatli vaqtingizni chiqarib Uyg'ur choyxona suhbatlari programmasiga naq maydonga qatnashganingiz uchun rahmat aytaman. Va alaykum assalom Abdurimjon. Sizning shu nurg'un vaqtlarni chiqarib bugun meni taklif qilganingizga rahmat. Rahmat. Bugungi sizning shu o'qiyotgan kitobingizdagi nihoyat bir muhim bo'lgan bir mazmun. Hamizniki Uyg'ur yaqin zamon tarixidagi muhim bo'lgan bir tarixiy shaxs Yoqub Bey Badavlat haqida bo'ldi. Unda biz programmamizga boshlaylik. Mana nima ko'rsatay PPT'ni siz suhbatda boshlaymiz. Xo'sh. Bu bosh betimdi buni bu birinchi bet kelaydi. Başıptan bugün hem de Abay Abdurrahimjon degan bugün asasen şu Yoqub Bey Badavlatda to'g'risida professor Adibning yozgan kitobining mazmunini bir qilib tanishtirib chiqamiz. Endi bu yerda men shuni boshda ko'rmanlarga salom qilmoqchiman. Ko'rmanlarning hammalarga salom. Andın bir yerga naq gap kelsak, şu bugün şu bizning Sharq Turkiston tarixidagi eng muhim shaxsiylarning birisi bo'lgan Yoqub Bey Badavlatningki keşmişlerini bir qilib tanishtirib o'tamiz. Ham asosligi bu yerda shu professor Adibningki kitobidagi, men o'tganda bu kitobni necha qitim ko'rsatdim. Shu kitobida tanishtirgan mazmunlarni shu qisqa, xuloslagan shaklda bu yerda so'zlab o'taman. Bu yerda o'zimningki shaxsiy fikrimni yoki Uyg'urlar orasida tarqab yurgan nimalarni bu yerda men qayta takrorlab yurmayman. Chunki Uyg'urlarmi bu to'g'riliq uzun yillardan beri so'zlab kelyapti. Uyg'urcha aytijaq, ammo kitob ingliz tilida yozilgan, shuning uchun buni qisqacha bir tanishtirib mangayli. Ammo birinchi bet qaraydigan bo'lsak, endi bu shu Yoqub Beyning qachon tug'ilgan, nima ishlarni qilgan to'g'risida bir xulosa. Bu Yoqub Bey aslida shu hozirgi Toshkentning yendiki Piskent degan shaharda 1820-yil tug'ilgan. Uning endi u vaqtlarda bu Toshkent va uning atrofidagi nurg'un rayonlar Qo'qon xonligiga tabe bo'ladi. Shuning uchun bu Qo'qon xonligininki bir puhrasi. U dastlabda shu o'zining shu harbiylar qatnashib, harbiy jarayondagi o'zining boturligi, andikin shu zirakligi bilan bu shu Qo'qon tug'an vaqtida xili muhim bir amaldorning o'rniga keldi. Shuning bilan shu u vaqtdagi tarix vaziyat qanday bo'ldi deganda, bu Qo'qon tarafda Rossiyalar bor. Rossiya Char Rossiya shu vaqtda shu O'rta Osiyoga hujum qilib, ashaqlarni ishg'ol qilishga boshlagan vaqtlari. Andikin bu Manching sulolasi shu mezgillarda, ya'ni 1800-yilning boshlarida bular shu 1800-yilning o'ttirlarida bu Manching imperiyasi yemirlashga boshladi. Chunki bular shu tashqi tajovuzchilarning, masalan shu Yevropa ellarining tajovuzchiligi, Yaponiyaning tajovuzlariga duch keldi. Andikin ichki ziddiyatlar nurg'un portlaydi. Masalan biz biladigan Taiping inqilobi deydigan inqilob, andikin shu Manchinglar qarshi turadigan
qo'zg'olonlar ait ko'p bo'lib ketgandan keyin bular mau Sharq Turkistonga bo'lgan kontrollik biroq ojizlashdi, yemilishga boshlaydi. Dal shunday vaqtlarda undan keyin bu Sharq Turkistonda bo'lgan vaziyatlar qanday degandan keyin bu Sharq Turkistonda nurg'un rayonlarda, nurg'un shu bo'stonlik shaharlarda ayrim shu amirliklar qurildi, qo'zg'olonlar ko'tarildi. Shu masalan shu Xotan deymiz, Yakan deymiz, Qashqa, Aqsu, mushu Ko'rli degan mushu rayonlarda shu o'z vaqtida mushu Manchinglarninki nimalarini, askarlarini shaharlar qurshab, ularni shu o'ldirib, nim qilib, ashta qo'zg'olonlar ko'tarib, hamma yerda poch-purat shundaq amirliklar, andiki nimalar bo'lib ketdi-da, bo'lib ketgandan keyin shu mazgilda mau Qashqadan andikinlik Bözürxan deb bir borda, Qashqadagi shu nimalar qo'zg'olonchilar shu Bözürxonni bizga bir amir bo'lib kelsa-da taklif qildi. Shu Bözürxonninki nimasi bilan andiki mau Bözürxon nimani Yaqub Begni o'zining qo'mondoni qilib bir 50-60 askarmi bir ish qilib 100 ga bormaydigan askarni agashtirib Bözürxon bilan Qashqaga kirdi. Shuning bilan Bözürxon u yerda amir bo'ldi. Nima Yaqub Beg uningki qo'g'ituvchisi ham harbiy qo'mondoni bo'ldi-da. Lekin keyin endi bu odam o'zining bu Bözürxon bilan orliqlarda bu odamni biroz ojizroq ko'ramdi, ish qilib orliqlarda bular bu Yaqub Beg shu ustunlikni egallab Bözürxonni chetga qiqib o'zi shu qo'mondonlik o'ringa chiqib shu Sharq Turkiston rayoni, shu vaqtdagi Sharq Turkiston rayonininki hukmdori bo'ldi. Endi u vaqtdagi hozir mening bu yerda Sharq Turkiston deganim nima deganda asosan shu hozirgi Sharq Turkiston tavasini deb olamiz, lekin 7 shahar degan davlat qaysolar deganda shu Xotan, Yakan, Qashqa, Aqsu, Ko'rla, Turpan ham Urumchi shu rayonlarda. Ham Yaqub Begning ta'siri shu qisqa vaqt ichida, ya'ni 1867-yilgacha buningki ta'siri shu shimoliy Sharq Turkiston milib bordi. Masalan, hozirgi G'ulji taraflarga yaqin lekin u yerga bormaydi. Andin 7 tarafda asosan kontrol qildi. Andiki Turpanning o shimol taraflarida yana shu Manchingning ta'siri yani u yerlarda bormagan. Lekin bu kengaytib asta butun G'uljinimi shu o'zining ta'sir doirasiga kirgizmoqchi bo'lgan, hatto shu indikin Mongoliyaga yaqin joygacha ashalarni o'zining ta'sir doirasiga kirgizgan planlarni tuzgan. Ham muntizam hukumatni qurgan, islom dinini, davlat dini qilgan, indikin shu har bir nimalarga shu ülkelerden de her bir rayonlara şu nimelerni emirlerini tayinleyen, andın şu işlep çıkarışkırma köngül bölgen, soğuduğumu köngül bölgen şunda işlerini kılganda. Şununla şu hem bu asaslığı nimesi. Şununla yan bir batkilayli. Bununki nimeleri var. Bazı yerlerde atalık gazi deydi, bedevlet deydi. Şimdi nimeleri var. Onu körüp kalsanlar şundan bulsa. Bu jaryanlarda mesela mabet yıldan bulsak, ikinci bet yıldan bulsak bu jaryanlar kandak oldu diyende bu bir müstakil devletini kurdu da. Müstakil devletini kurdu. Hatta bununki özünün zirekliği, andikin diplomatik ilgiden bu kandak oldu degende O'rta Osiyo tarixidagi tunji mushundaq diplomatiyaga shunchalik yaxshi ko'ngil bo'lgan bir nima hukmdor bo'ldi-da. Bu qanday qildi deganda o'z vaqtidagi shu kuchli davlatlarning biri bo'lgan Britaniya, Rossiya, andikin Osmanlı imperiyalar bilan nəhayət münasibətlərini bağlaydı. Məsələn, Britaniya şu vaqtida hatta müşüliqi özünün soğud öməkləri, andikin ma'lumliqi hükümetninki öməklərini şu vaqtida əvətkəndə, Qashqaga əvətkən, əşədi bir məzgil tuğan. Şu vaqtida bu Sir Douglas Forsyth deydi. Bunu belki tarixini okuyanlar bunu abdan buldu. Şu adam şu vaqtida yazgan kitaplarda, yazgan dokumentlarda bu nimini
Yaqub Bek ustida nihoyatda yaxshi baholarni bergan. Bu haqiqatan o'tkir, keskin, diplomatiyani biladigan, lekin shu vaqtdagi Sharq Turkistonning vaziyatini nihoyatda obdan biladigan bir nima deb shu Padişah xanishqa xat yozdi. Xanishma ayrim bunun xat yazib nim qildi. Andiki ikki davlat orasida shu bir muncha kelishimlarni tuzdi. Masalan, diplomatik kelishim, andikin savdo kelishim shundaqlarni. Endi bu vaqtda Angliyaningki maqsadi bular bilan yaqinlashish maqsad nima deganda, ya'ni Rossiya shu Char Rossiyadan qo'rqqanligidan, Char qo'rqqanligida emas, andishiganligida. Chunki Char Rossiya shu vaqtda bu O'rta Osiyo o'zining ta'sir kuchlarini kuchaytirib, qo'rqonga hujum qildi. Qozog'istonlarni, hozir Qozog'istonlarni egallaydi. Qo'rqonning yerini egilib oldi. Ishtaq qilib bisib kelganda O'rta Osiyoga o'zining ta'sir doirasini kengaytgan vaqtlar. Endi Britaniyaning ansiraydigan nima deganda, agar Rossiyaning bu O'rta Osiyodagi ta'siri kuchayib ketadigan bo'lsa, Britaniyaning Hindistondagi manfaatiga cho'ng ta'sir qildi deydi. Chunki u vaqtda Hindiston Britaniyaga qaratdi. U vaqtda shu bir çay soğuduğu oldu, yani nurgun başka soğudular var şeyde, British Company deydigan bir çoğun şirket var, şularning menfaatiga ta'sir etdi deb bunun qiziqqan. Ondan bu şunun bilan bir vaqtda gerçi Britaniya bilan Rossiya o'zaro dushman davlatlar bo'lsa, lekin bu Yaqub Bek nihoyat ustulik bilan shu Rossiya bilan aloqani bog'laydi. Rossiya bilan aloqa bog'lab, u qanday qildi deganda, Rossiya bilan shu savdo kelishimlarni tuzib, ularga ba'zi bir kelishimlarda ularga asan ularning o savdogarlarning asan kelib ketadiganligi, shundaqlarga qulaylik yaratib, ashtaq ishlarni qilib Rossiya bilan munosabatni yaxshi tuzdi. Endi o'z vaqtida shu Uyg'urlarning shu tarixlarni yozgan to'g'risida shu vaqtlar deb o'tdi. Ruslar shu Qashqarlarga kelib, savdo qilib ketadi, u yerlardan elchixonalarni ochgan degandek ashtaq yozganlar bor. Ularni balkim xabardor bo'lgan o'qirmanlar bor bo'lishi mumkin. Shunday ishlar. Shuni qilgan. Endi bu nihoyat ustulik bilan qilgan-ku bu ishlarni. Ashuliki Angliyadagi birisi yozgan maxsus Yaqub Bekdagi bir 300 betlik bir kitob bor. Men shuni o'qib chiqqan. Shu vaqtda nihoyat yuqori baho berganda shu nima shu Angliya tarafdan. Shuningdek shu vaqtda hatto shu Angliyaning cho'ng gazetlaridami Yaqub Bekning rasmlarini chiqarib, ashuniki tarjimonlarini so'zlab Angliyada jiq tashviqotlar bo'lgan ekan shu vaqtda. Bu gapni boshqa yoqqa burab ketmay, endi yana bir davlat, muhim davlat nima deganda Osmanlı imperiyasi. Osmanlı imperiyasi ham u vaqtida biraz acizlashgan vaqti. Lekin islom dunyosidagi kuchi yanada shunday quvvatli shara. U Yaqub Bek o'zininki ba'zi bir tuqqanlari orqali, andikan Osmanlı imperiyaning nimalari bilan sulton bilan aloqa bog'lab, shundan Osmanlı imperiyasininki shu Yaqub Bekni itiraf qilishini, Oltiyaning davlatligini itiraf qilishiga uning itiraf qildirdi. Andin o'zi shu sultonning bergan bir unvoni bilan o'zininki hukmdorligini mustahkamlashtirdi. Yana qilgan ishlar nima degan musulmon dunyosida o'zining ta'sirini ko'rsatib, shular bilan shu diplomatik munosabatni bog'lashga tirishgan, u yerlarga hatto adamlarni avatgan, lekin u taraflarda hozir degandek o'zining maqsadiga yetolmaganda, demak shu Yaqub Bekning tutgan yo'l nima deganda, ko'p davlatlar e'tirof qilgandan keyin u degan xalqaroda o'zi legitimate bir qonunliq bir davlat bo'ldi degan qarab tirishgan. Shu nimalarni ko'rgan. Hamda qani 3-chisi kelaylik. Ama 3-chisi kelgan chog'da bu asta-asta endi qanday bo'ldi deganda, bu Yaqub Bekninki shu Sharq Turkistondagi g'albiyatlari shu nim qilgandan keyin dunyoga to'nilishga boshlagan degan vaqtda shu vaqtdagi bu Qing hukumatini ansiraydigan bir ishlar paydo bo'ldi. Chunki Qing vaqtida garchi
Çin gerçi şu vaqtida quvvatli, qudratli bir davlat bo'lsa-mu, lekin abay men deb o'tgandek o'zining ichida qalaymaqonchilik, ishki urush, andikin tashqi tajovuzlarning ta'siridan Sharq Turkistonni asosan tashlab bergan. Ancha chattig'i bo'lmagan, Sharq Turkiston asosan Manching hukumatida u yerda yimirlab bo'lganda, yimirlashga mangan paytlar bo'ldi, vaqtlar bo'ldi. O vaqtida endi 1900 1876 yillarga kelganda andikin bular qarab baqsa Yoqubbek nihoyat kuchayib ketgan, bular ansirashga boshlaydi. Ansirash boshlagandan keyin shuningdan shu vaqtida andikin qanday bo'ldi deganda shu Li Hongzhang bilan shu Zhou Zongtang degan ikki Xitoyning endi Xitoy devatdim, asli ularni Xitoy demasak, Manchingning hukumatining cho'ng amaldori bu vaqtida o'zlari shu strategik talash tortish bo'ldi uningda. O Li Hongzhangninki ko'z qarshi bo'yicha, voy bo'ldi, u chetda qolgan u rayonni bir qurg'oqchilik u yerga unchalik ko'ngil o'lib, unchalik kuch chiqarib, ya'ni biz qaytirib olgan taqdirdami bizga ancha foydasi tegmaydi degan ko'z qarash. Uning ko'z qarashi bo'yicha Manching hukumati o'zining barliq kuchini shu dengiz qirg'oqlarini qo'g'dashga, dengizda janub tarafni qo'g'dashga beg'ishlash kerak. Ma taraflarga ancha ko'ngil bilmasak bo'ldi degan mandaq ko'z qarash deganda. Lekin uning qarama-qarshi o'rnida turgan Zhou Zongtang degan. Zhou Zongtangni ham hozir butun Xitoy hukumati uni degan milliy qahramon deb shundoq maqtaydi. Li Hongzhangni bir xoin, sotqon deb nima qildi. Amaliyotda bu ish qaysisi bir sotqon emas, ikkalisi degan millatchi odamlar. Faqat Li Hongzhangning fikri o'xshamaydi. Zhou Zongtang bo'lsa qanday bo'ldi degan. Yo'q, biz qanchalik nim qilishimizdan, qanchalik dasmiy silishimizdan qat'iy nazar biz shu g'arb rayonni jazman o'zimizning kontrolimiz qaytirib kelishimiz kerak. U yer degan shu chet ellik tajovuzlarni to'saydigan buffer rayon. U buffer rayon tartib qo'ygan bo'lsak, keyin nimagilik emas deydi. Keyin bu Rossiya uyalarni egallab elib, Rossiya shu Mongoliya taraflarga boradi, Mongoliya tarafdan andikin shu Pekin o'zi Pekinniki tahdid soldi. Pekin degan o'z vaqtida shu Manching ordusininki o'rnida hozir Beijing. Shu yerga ta'sir ko'rsatdi deb shundoq Manchinglarni cho'chitadigan bir nimalarni yozib eng oxiri bu talash tortishda eng oxiri Zhou Zongtang yengib chiqdi. Zhou Zongtang yengib chiqqandan keyin qanday bo'ldi deganda bu haqiqatan o'zi bir nihoyat o'tkir bir siyosiy ham harbiy qo'mondonda. Bu shu o'ylab boqaylik qaranglar. U Manching imperiyasi Sharq Turkistonga qo'shin avatish uchun uning ağırlığı degan shundoq uzun qurg'oqlik yo'llar, Kansu koridoridan o'tdi. U uzun safar. Shuningga bu ba'zi yerlarda 60 ming deydi, ba'zi yerda 100 ming deydi. 100 ming atrofidagi askarlarni ashaga yo'tkab berib, u yerda urush qilishning o'zining qanchalik mushkulligini, uning tayyorlik qilishning nimaligini bu odam ashada hal qildi. Masalan şu vaqtdagi ahvol bo'yicha yana ashada açlıq tayyorlash to'g'ri keldi. Andikin qo'ral yaralarni tayyorlash keldi. Top deymiz, bombalarni tayyorlash to'g'ri keldi. At, harvo, töge degandek shundoq hammalik nurg'un narsa uning tayyorligi. Shu tayyorliklarning hammasini aytib puxtgan bir 2 yilda qattiq shu tayyorlik qilib buni tayyorlaydi. Shu orliqlarda bu hatto bu Manching hukumati hatto shu Angliyaning ma'lum darajada Angliyadanmi o'zininki nimasini foydalangan. Vaqtqanda xuddi Angliyaninki
Hong Kong, Shanghai bankası da bir bank vardı. O vakti bütün Angliyanın en çok bankalarının biri ve bütün Xitay'daki şu maliye nimelerini şula nim kılattı. Şuladın qarz verdi bular. Bular şu Manching imperiyası qarz berdi. Biroq aşağıda Angliya mı şu vaqtda biraz oyun oynaydı. Mayaqdan Xitayga qarz berip qo'yib, ayaqdan Yaqub Beglar ya biz sizlarni endi qo'llaymiz deb eg'izacha qo'llaydi, lekin haqiqiy yordamlarni bermaydi vaqtida. Shunday ahvollar yuz bergan. Bu nima bilan? Endi Rossiya qanday oldu deganda Rossiya dastlabda Yaqub Begni shunday qo'llaganda qilgani bilan keyin bu Rossiya Qo'qon xonligini var, Qo'qon xonligini tamamen ag'dirib tashlab, u yerni o'zining qilib oldi. O'zining qilib olgandan keyin shunday u natijada Yaqub Begninki eng kuchlik oq teriki bo'lgan bu Qo'qon davlati yo'q chiqdi. Shuning bilan Rossiya xuddi shu yerda bir cho'ng aks ta'sirdan ziyon yetkazadi. Ama gaplarning hammasini shu nima deyotganlar mening gaplarim emas. Men faqat ularni xuloslabmish taqvatman. Men ekranga chiqargan narsalarni shuni xulosladim. Ba'zilar o'zimning azroq fikrimni qo'shib qo'yishim mumkin, lekin jiq qo'shmayman fikr. Mushtaq ahvollar bor. Qani bu to'g'riliq aşağılıkta nima yani kiramlıkta açlık meselesi nima şu Zoltan'ınki askerlik açlıkını el qilish uchun Naqshga kelgan. Hozir Rossiyani deyapmiz va Rossiya shu vaqtdan keyin bu ochliq masalasi bor-da. Ochliq masalasi u shunchalik 100 mingdak askarga ochliq ta'minlash uchun u ishkirsidagi o'lkalarga garchilik nimalarni o'lkalarga nima deymiz? Alvondamdaq nima? O'lkalar topshirdigan nimalarchi ayrim o'zlarining nima topshirgandan boshqa ya'ni bu yana yetmaganlik qanday oldu deganda andin bu Manching Rossiya bilan so'z. Rossiya mı shu vaqtda bir yuzsizlik qilib u Manching'niki qo'shinlariga ochliq nima qilib berdi. Çünkü o vaqtda Mongoliyaga yaqin emasmi yo'llar? Mongoliyaga yaqin oyoqdan ishkirsizligi janubdagi o'lkalardan u Kansu taraflab ochliq yetkazgan nihoyat qimmat to'xtaydi. Bu yoqda Rossiyaninki qatnash qo'rollari nimalari yaxshi bo'lgandan keyin ular ochliqlarni shu yerdan yo'tkab u yerga olib bordi. Hamda yana gapni savolni yaxshi so'ralding. Endi Angliyaninki bergan puli to'g'riliqmi bir gaplar bor. Mening bir yerda o'qishimcha shu vaqtda Angliyaninki bergan puli balkim hozirgi ne bir 2 milyard dollardek pul bo'lish ehtimoli. Hozirgi bo'yicha hisoblaganda 2 milyard dollardek pul qarz bergan degan gaplar bor. Endi keyin u nima dema? Rossiyaning ta'minlagan ochliqlarimi shu necha million tonna odamda shunaqa ochliqlarni ta'minlabdi. Shularning sonlarini tadqiq qilganlar bor, lekin u sonlarmi endi aniqlik darajasi biroz tuanda. Nelerden topgan materiallar, Rossiyaning materiallari shularni yozgan o'xshaydi. Manchilikni qilgan degandek gaplar. Bu bir narsa yo'q ama kitapta. Adib Xalitning yozgan kitaplarida bu mazmunlar yo'qmi? O sonliq ma'lumotlar yo'q. O boshqa kitaplarda men ko'rgan. O sonliq ma'lumotlar buningda deyilmagan. Lekin shu jihatlardan yordam qilgan deb men ko'rsatganga shularni deganim. Eg'izga olgan ya qanchalik endi shu ochliq jihatdan, endi moliya jihatdan shu yordamlarni qilgan. Pulni bekor bermagan, qarzga bergan. U yer aniq. Çünkü bankadan birisiga pul bermaydi, o qarz berdi odatda. Shu qarz bergan shu vaqtda. Shunday ahvollar. Bu yerda bu bir mening bir qistirib qo'ygan yerim nima deganda, o'sha yerda Uyg'urlarning ichida ba'zi bir paranglar bor-da, shu vaqtda Rossiyani yomon tillaydi, Rossiya bilan Angliya birlashib Yaqub Begni sotdi degandek shunaqa gaplar bor. Endi u gaplarning toza degandek asosi yo'q. Bu gerçi Angliya bilan Rossiya her ikkisi Yaqub Begga ma'lum jihatdan to'liq yordam bermagan bo'lsin, masalan, harbiy yordamni haqiqatan bermagan bo'lsin-mi, u Angliya bilan Rossiyaning har ikkisi shu
şu 6 şehirninki mevcut bo'lishini xohlaydi. Chunki bular Manching imperiyasi bilan bir bufferda bir oldingi hisob. Lekin Alag'a nisbatan bu buffer. Bu aralıklarda Angliya bilan Rossiya o'zaro qandoq kelishim tuzib oldi? Angliya mı o'ziga tehdit deb qaramaydigan bo'ldi-da. Oltiyaning mavjud bo'lganini o'ziga tehdit deb qaramaydigan bo'ldi. Rossiya mı ularni bir yo'qotayli degan niyatda emas ekan. Bularni oldimizgi betlarda azroq tanishtirmay bu to'g'riliq nima uchun shunday bo'ldi deganlar. Qani bir 4-bet kelaydi. Meyada endi bir shu Yoqubbek ustida talash tortishni nihoyat ko'p qo'zg'algan yana bir masala nima deganda buni shu adib o'zi tushundirganda shu nimaninki o'limi, ya'ni shu Yoqubbekning tuyuqsiz ham Yoqubbek qanday bo'ldi deganda 1978-yilda 78 bir ko'radi. 1877 yili. Yiziqli. 1877 mayda bu Yoqubbek Ko'rlining yinidagi bir qo'rg'onda tuyuqsizlar ishada vafot bo'ldi-da. Bu vafot bo'lganligining sababini endi 3 deymiz, endi tasavvur qilish bor. Birisi bo'lsa uni o'z kasal sababidan tuyuqsiz vafot bo'lgan degan. Yana birisi bo'lsa o'zini o'ltirib olgan bo'lishi mumkin deydi. Ama eng oxirgi birisi yana bu biroz ishashligirak bo'lsa nima degan chaqda shu uningki nima zaharlanib o'ltirilganligi to'g'risida. Bu yer bu 3 yilninki endi haqiqiy bundaq hozirgi standarti bo'yicha oldigan faktlar yo'q ekan. Hech qanday yerda va mundaq bo'lgan degan faktlar hammasi bir xillik qiyos shaklida o'tirib qo'ygan narsalar. Birinchisi mana shuni qanday nima qilaylik? Birinchi ahvoli kasal bo'lish, uni chunki hamda ba'zilarning deyishicha uning oldida o'zi shunday sog'lom, o'zining yeshimi bek cho'ng emas, 57 yosh vaqti, 57 yosh vaqtida unda kasal bo'lib, qiyirliqning dardini tortib nima qiladigan ehtimoli oz deydi. Birinchisi uchun kasal bo'lmagan bo'lishi mumkin deb qaraydi. Ham ikkinchisi o'zini o'ltirish. Hamda o'zini o'ltirish degan odatda islom dinida o'zini o'ltirishni degan yomon ish deb qaraydi-ku. Shundaymi? Bek degan o'zi shundoq islom diniga sadoqat, o'zini islom dinini o'zining davlat dinini qilgan, hamda xalqlarga ulgu bo'lib yurgan odam mencha u o'zini o'ltirish ehtimoli nihoyatda nima. Aniki yana bir nimasi deganda uchinchisi nima uchun bakarak so'zlandi, Uyg'urlarning orasida bakarak so'zlandi, hamda chet ellarda nurg'un odamlar shuni ehtimoli deydi. Chunki buning bir qancha sababi bor. Birinchi sababi shu vaqtda bizning musulmonlarning tarixshunosi borchu, Musa Sayrami. Musa Sayrami o'zbek Uyg'ur deydiganlar bor, o'zbek deydiganlar bor. Musa Sayrami yozgan bir kitobida, Musa Sayramidan, Molla Musa Sayrami. Ha? Molla Musa Sayrami. Molla Musa Sayrami'nin ki yazgan hatırısında, kitabında u şu hakim nime Yakubbek'in Niyaz Hakimbek deydigan bir şu Yakubbek'in emeldarı şu çiğimi bir nimege zehir silip onu öldürüyotgan degan gap bor bu. Buni balkim sen anlagansa, buningdan jihiyallarda buni ko'rgan Uyg'urlar mushuni deydi. Lekin buni hamda xalqlarni talash qo'zg'an yer nima degan chaqda Niyoz keyin o'zining yozgan narsasida o'zining tutib olib berib nima qanchaqda o'zi qat'iy e'tirof qilmaydi. Yo'q, men undaq ish qilmadim. Men haqlar döngap meni mushundoq bo'xton chaplab meni mushundoq qildi dedi, men uni qilmadim dedi. Shuning uchun bu masala aniq emas-ku. Zodi qandoq degan. Endi yana meningki yana bir farazim borchu, yana bir mening o shaxsiy o'ylig'im nima degan chaqda bu o'ltirib buni
zəhərlab öldürüş ehtimali çoğaroq. Yani nima uchun deganda shu vaqtida, ya'ni u kitob qaysi kitobni men ko'rgandim. Dal shu 1877-yil vaqo bu Manching imperiyasi garchi Sharq Turkistonning shimoliy qismini, o Turpanning shimoliy qismini, andiki ma Urumchi rayonlarini garchi shu yerlarning hammasini egilib olgan bo'lsa-mu, tuyuqsiz bu ashada 5-6 oy jimjit to'xtab qoldi. Şu aralıkta Yakup Bey bu yerde karışıklık gösterken Yakup Bey askerlerini başlap korlarda bulam eşya turup kaldı. Bu iki taraf bir xil sülhiye kılıvatqanda bir signallardı bir yerdə. Mən bilməyəm həqiqət ahvalını. Hem deməkçi oğlum, eğer qandaq nima üçün şu tuyuqsuz eşyada bula 5-6 ay uruş qılmay jim buturub aldı. Çünki o vaxtda mavi Manchingninki nimasi qoral gücünə aid güçlük diye. Ama Yakup Bey mi aciz emas diye vaxtlarda. Ta 1877-yilga qadar şu Yakup Bey bundan Xitaylar yazgan herkes için Yakup Bey bundan aciz emas ekan. Yakup Beylar eşani ulan tosip turgan ekan. Tosip turgan ekan. Ama şu aralıklarda tuyuqsuz ölüp ketkenligi andan keyin bu ölüp bu Yakup Bey vafot bo'lgandan keyinla andan keyin bütün şu Altışanın armiyasının içinde ziddiyetler paydo olup, o'g'illar bilan urush qilib, yerlik amaldorlar bilan qo'rqondan kelgan amaldorlari ular orasida jidallar bo'lib, ularni boshquradigan bundaq Yakup Begdek bir endi nima deymiz, doyining yo'qligidan bu shu qalaymiqchilik paydo bo'lib, endi shuningdan keyinlar bu Manching armiyasi, Zozongtangning armiyasi shu janubga yurish qilib, endi asta-asta bir-birlab hammasini yo'qotib, shu egilib oldi. Savol bormi? Bu shu nimada endi bunday qilib bizga qo'ygan ba'zi kitoblarda Niyoz Ekinbekningki qisliganligi, Yakup Begning maqsad qilgan oshpaz, odamlar sekirilib, Yakup Beg qattiq qilib Sarp ketgan vaqtida shu Pishirg'on Anor Sharifdagi zarslarga to'g'ri bir narsani bu hikoya kitoblarimi yo tarix kitoblarimi bu gaplar? Tarix kitoblarni anglayib chiqqanda men bu narsa ama sizni so'ramoqchi bo'lgan narsa o'sha adib hayotniki mush kitobda Yakup Begning o'limi haqida shu qanday qiyoslar bor bundan. Ya mushu üç xil ihtimalni o'ttirib qo'ydi. U odammi hamda nima bo'lgandan keyin tarixshunos bo'lgandan keyin har qanday narsani nimasiz so'zlamaydi-ku, bular yozmaydi u to'g'riliq. U yerda mana men bu yerda degandek üç xil ehtimoli bor dedi. Üç xil ehtimolning biroz puttashab turdigini shu nima uchinchisi, ya'ni shu qaslab o'ltagini degan nima dedi. Endi umi yana ashada mushtaq g'ariblarning ko'z qarashi, sharqlarning ko'z qarashi, Xitoyning ko'z qarashi deganlarni aniq ardi. Xitoylar endi albatta Xitoylarningki nimasi bo'yicha shu ularni uchinchisini deydi, Xitoylarniki o'qib boqmadim. Ular qanchasi ehtimolini deydi. Endi Xitoyning yozganlarida-ku endi bir nima deganda Xitoylarning yozgan hamma tarix kitoblarida Yakup Begni tajovuzchi deydi. Tajovuz deganning sababi nima deganda, u degan qo'rqandan kelgan. U bir o'zbekmi yoki bir nima ashaqdan kelgan, tinch holatdagi Manching imperiyasiga tava bo'lgan yangi rayonni yangi rayonga bisib tajovuz qilib kirgan degan atalganda. Bu ko'z qarashning shu asosan men shaxsan bunun qat'iy qo'shilmayman bunun fikriga. Chunki mening o'qiganlarim undaq narsalarni qilmaydi. Chunki ma adibninki yozgan kitobimichu o'tgan ikki qismini anglagan bo'lsanglar bilsa, adibning ko'z qarashi bo'yicha O'rta Osiyoning o'zichu bir gavda. Uni bir gavda bo'lgandan keyin O'zbekiston bo'lmadi, Qo'qonda bo'lamdi, Tojikiston bo'lamdi, nima Qirg'iziston bo'lamdi, Sharq Turkiston bularning hammasi bir tava. Masalan, shu Yakup Beglar davrida men uni ishonimanki, Yakup Beglar davri balkim Yakup Beg bu yoqqa kelgan chog'da Uyg'urcha o'rganmay deb avorolmaydi. O'zi nima tilni so'zlagan bo'lsa, o'zbekcha so'zlagan bo'lsa, o'zbekcha so'zlagan bo'lsa, meyadim o'zbekcha so'zlaydi, oyoqqa bosim o'zbek, u yerga hammasi tushundi. Qashqardagi Uyg'ur bilan O'zbekistondagi o'zbekninki communication aloqa qilishda hech qanday to'sqinlik bo'lmaydi.
Shundaymi? Mushu nuqtai nazardan qaraganda u chet ellik emas. U faqat lekin yana birisi uning chet ellik emasning yana bir paketi nima deganda Bo'zirxon bormi? Bo'zirxonningki shu Bo'zirxon degan aslidagi shu vaqtda Yakan xonliqiningki nasablarning birisi bu. Shularning nimalar. Shuning uchun uni taklif qilgan. Ya sen degan bizga boshliq bo'lib kelgan. Chunki o'zlarining shu nimalari bizga boshliq bo'lgan degan bundaq nimalar bilan taklif qilib bo'lgan. Bu faqat uning bir askar bo'lib shuni kelgan. Lekin buning ideyasida shu Sharq Turkistonni mustaqil bir musulmon davlat qilish buning irodasi bu Yoqubbekning. Shuni qila oldi. Hatto 13 yil qanaqa. 13 yil 1865 yil 65dan 1877 yilga 13 yilga yaqin u yerda hukmronlik qilib mustaqil davlatni qildi. Abay deb o'tgandek bir qancha cho'ng davlatlar bilan diplomatik munosabatni bog'lab ular bilan so'zlashib, shunchalik cho'ng rayondagi aholini ashta qilganda hamda shu narsalarni qani ham ma'noda bir shunchalik to'xtalamda savol bormi ya? Hamda mishada bu amaliyot abay degan gaplarimiz mushundan kiribdi. Birisi hamda Xitoy tarafning tashviqotlari qaraydigan bo'lsanglar, Xitoyning chiqargan barliq kitoblarini, shu Xitoyda chiqqan Uyg'urcha kitoblarni o'z ichiga olgandimi, shularni o'qiydigan bo'lsanglar, uni tajovuz shaklida ko'rsatdi. Tajovuz shaklida ko'rsatdi mislan shu. Chunki Sharq Turkistonning ichidagi Uyg'urlar yozgan kitobda hargiz aninki bizni ozod qilguvchi dalanmaydi. Shundaymi? U bizni ozod qilguvchi deydigan gaplarni faqat bizda g'arbchilar dalalaymiz bu gaplarni. Albatta ularga ishongan olmaydi. Menda shu to'g'riliq bir qancha kitoblar bor, shularni o'qib chiqqandim men. Buning hamda nima uchun buni tajovuz deb qaraydi? Buni eng asosli sababi nima degan u Sharq Turkiston tug'ilgan emas degan nimada. Lekin o to'g'riliq biz abay dedik-ku, agar shu vaqtdagi shu rayonni Qo'qon degan O'zbekistonning nima bir qismi. Andikin hozir O'zbekistonning, andikin moyoqdagi 6 shaharlarni hammasini nima qilgan bo'lsaqlar, bular bir rayon deb qarashga bo'ldi. Shuning uchun u Piskent tug'ilgan bilanmi uni Sharq Turkiston tug'ilgan deyishga bo'ldi uni. Bunda deb qarayman men. Andikin u o'zi shu ikkinchi sababi nima deganda u Sharq Turkistonga kirgan chog'da Qo'qondagi qo'shinlarni boshlab kirgan. Amaliyot Qo'qondan qo'shindagidek bir cho'ng qo'shin kirgan yeri bu yo'q. 100 adam bo'lishi mumkin shu vaqtda kelganlar. Chunki u vaqtdagi qatnashlarga oid nima shu. U asosan qanday qildi deganda Qashqarga kirgan degan Qashqardagi shu Chechilan, qo'zg'olonchilarga o'zining gapini o'tkazib, ularni bir yerga keltirib, ularni ittifoqlashtirib bir nim qilganimiz bor. Buningki bu odamning aloyidligi shu yerda. Lekin u andagi 3-sabab nima deganda bu Bo'zirxonni og'dirib tashlab o'zi chiqib oldi deydiganmi? Ularning bir asosida mesela nima uchun tajovuzchi degani. Chunki u Bo'zirxonni hamda chet ellik degani olmaydi. Shu vaqtda Bo'zirxonni og'dirayotganligini men asos qildim. Shunday qilib endi yana bir sima Xitoyning yana bir deydigan nima deganda bu chet ellik kuchlardan foydalanib deydi ama Xitoyning ko'zida. Chet ellik kuchlar degan nima deganda O'rta Osiyo kuchlari deydi. O'rta Osiyo kuchlarini asos qilganda vaqtida masalan Angliyaga yordam so'radi, yoldirib so'radi deb ularni deydi, ya'ni Rossiyaga yoldirib ularning yordamini so'radi shuning uchun deb uni bir ko'rsatdi. Lekin yana bir sabab nima deganda buning Eğir bajlarnachi eğir qo'ygan. Bu bir haqiqat. Bu vaqtida urush mazgili bo'lgandek o'ylab qo'yganlar. U vaqtda degan u vaqtida hamma 6 shaharning ichida degan 4 tarafli qo'zg'olonchilar u yerda shu iqtisodimi vayron bo'lib ketgan bir mazgil. Shu vaqtida shu eğir bajlarni qo'yish orqali andikin shu iqtisodni biroz ko'tarmaydigan o'yda bo'lgan bo'lishi mumkin. U cho'ng masala emas vaqtida bir bojni eğir qo'yish degan bir şey. Xitoyda shunday qilgan
Britaniya mı şundaqkan, Rusiya mı şundaqkan, işqir dünyada hükümdarlık adamlar ma'lum vaqtlarda şu baj degani egir qo'yib o'zining nimani saqlaganda. Shuning uchun mundaq. Hamda biz tarafga kelgan chog'da biz Uyg'urlar nima uchun qahramon deymiz deganda, u shu haqiqiy bir davlatni, Sharqi Turkiston yaqin zaman tarixida haqiqiy bir mustaqil 13 yil davlatni hukm surgan. Bu bir. Andikin Manchingning Sharqi Turkistondagi shu kuchini tamoman tarmar qilgan. U vaqtlar Manchinglar asosan yo'qotib o'tgan Manching armiyalari. Andikin buning yana bir nima deganda, shu Sharqi Turkistondagi barliq shu Sharq Turkistondagi hukumat tuzumini nihoyatda mukammal bo'lgan bir hukumat tuzumini qurgan, armiyasini qurgan, andin sotlarni qurgan, diplomatik munosabatlarni qurgan, mushtaq narsalarni qilgan. Shuning uchun andin bu yana bir nima degan chog'da bu Britaniya, Rusiya va Ottoman imperiyadagi shunday cho'ng davlatlar bilan diplomatik munosabatni tuzib, o'ziga shu Sharq Turkistonda bir davlat qurilishi bo'lganligini bir isbot qilib ko'rsatdi dunyoga. Vaziyatlar. Xo'sh, endi 6-si kelaylik. Vaqt qandaroq so'zlab ketmayapti? Yo'q. Endi yana bir talash tortish bo'layotgan savol nima deganda, bu 6-sida endi bu yerda nima deganda, agar Yoqubbek vafot bo'lmagan bo'lsa, Qashqariya saqlanib qola olamdi degan mandaq bo'ladi. Bu to'g'ri, men endi mana bir yozgan narsamni bir qo'ytay, chunki bu yerda bek xatolashib ketganim yo'q. Buni yozib qo'ygandim men. Ana, agar Yoqubbek vafot bo'lmagan bo'lsa, Qashqariya saqlanib qola olamdi. Yoqubbek 1877-yilda mayda tuyuqsiz o'lmagan bo'lsa, Qashqariya davlati saqlanib qola olamdi degan savol Sharq Turkiston tarixidagi eng qiziqarli faraziy savollardan biridir. Bu mumkinchilikni butunlay rad qilishga bo'lmaydi. Ammo uni muqarrar natija deb qarashmi to'g'ri emas. Yoqubbek faqat davlatning nomidagi hukmdor emas edi. U eng asosli harbiy qo'mondon, diplomat, siyosiy hokim va bir-biri bilan raqobatlashayotgan amaldor, qo'mondon, rayon va qo'shinlarni bir yerda tutib turgan shaxs edi. Uning o'limidan keyin varislik talash tortishlari va guruhlar orasidagi ziddiyatlar tezla kuchayib, Çin qo'shinlarining ilgirilishi bilan birlikda davlatning siyosiy va harbiy birligini buzib tashladi. Agar Yoqubbek vafot bo'lmagan bo'lsa, Çinning qayta ishg'ol qilish harakati texmi uzunga so'zilib, nihoyatda qimmat va qiyin bo'lib ketish mumkin edi. Çin allaqachon zo'r harbiy, siyosiy va diplomatik qobiliyatni namoyon qilgan. Angliya bilan Rossiya orig'i tushish haqida fikrlarmi o'ttirg'a chiqqan edi. Yoqubbekning Angliya, Rossiya va Osmonli imperiyasi bilan bo'lgan aloqalari uning varislari qaraganda texmi ko'p tanlash fursati beradi. U qo'mondonlarni birlikda tutib, Qashqa, Yakan, Xotan va Janubiy Bo'stonliqda mudofaani qayta tashkillab, urushni uzartalaydi. Uzoqqa so'zilgan va Çin
uchun zo'r chiqimli urush Angliya yoki Rossiyaning diplomatik aralashishiga fursat yaratishi, hatto Qashqariyaning ma'lum darajada avtonom bosh topshiradigan yoki yerim mustaqil davlat sifatida saqlanib qilishiga yo'l ichish mumkin edi. Bu yerda buni mushinchilik qilib o'qayin. Qani mushundaq endi bu yerda buning degan asosan nima deganda xuloslab aytgan chaqda buning demoqchi bo'lgani agar shu Yoqubbek shu vaqtida vafot bo'lmaydigan bo'lsa, bizlar bir qancha ehtimollar bor deydi. Eng muhim yer nima deganda shu vaqtida mening ko'rgan yana bir kitobimda shuni deganda shu vaqtida shu Yoqubbek ko'rlar deb turgan chaqda Rossiyaga o'zining Rossiyalik aloqador kishilar nimalarga amaldorlar bir parcha xat yozib va biz mushunday ahvolda qoldik, yordam bergan bo'lsanglar deb xatlarni yozgan. Angliya bilan qilgan. Hatto Manching bilan kelishim tuzish to'g'riliq. Shu vaqtda Manching imperiyasi bilan imperatorlarga xat yozishib nima qilgan. Endi abay biz deganlik 4-5 oylik tinchlik vaqti balkim shu suhbatlar ilib berilayotgan vaqtida. Endi uni hech kim qiyos qilgan olmaydi. Haqiqat qanday bo'lganligini qiyos qilgan olmaydi. Lekin o Angliyalikning yozgan kitobida Yoqubbek agar o'lmagan bo'lsa, uningki harbiy kuchini qaytadan ishlalaydigan qudrati bor deb olganda vaqtida. Shu yerni aytib menimcha shuni. Bu g'arbning bir ko'z qarashi. Chunki u vaqtida bizning taraf voy Manching degan shunday cho'ng davlat bo'lsa, undoq u ning bilan qanday tang tushib o'tirdi. Lekin Yoqubbek undoq qaramagan. Yoqubbek undoq qaramagan. Andikin o'zining qo'mondonlik tajribasi, andikin o'zining xalqlarni o'ziga jalb qila oladigan bunday qobiliyatlari bor. U hech kim bunga yetolmaydi. Hatto o'g'illari yana eng oxiri berib o'zaro so'qishib işte qishloq bo'lib ketgan. Ayt qiziqarli hikoyalar bor. Uning o'g'illari shuningdan keyin bo'lgan ishlar to'g'riliq. Ularni voy davomlashtiramiz degan shiorlarni to'lab baxti shu bedavlat kelimesini davomlashtiramiz deb, lekin ular amalga oshiradi. Shuna mushunchalik bo'lsinmi-ki bugungi nima? Mana bu nimada aloqamda bu Yoqubbek Fadil zamonida hamda atrofda Manching imperatorligi, atrofda Rus, Hindiston tarafda Nuqtagacha Angliya, Britaniya imperiyasi, Osmanlı imperiyasi chegaradan yiroq qo'yadi. Sharq Turkistonning chegara atrofida cho'ng imperiyaniki o'ttiz qatlam bir davlat bo'ldi bu endi. Davlatda. Agar bu yerda shu nimada endi o'qigan nimalarida endi shu Yoqubbekniki shu diplomatik musaqqaragandimi ham imperiyalar anglaqada aloqani qilgan. Ham bons qlayman u deb qo'ygandek misollar. Mush kitobda endi mush vaqtda murakkab dunyoda bir imperiyaning o'ttirgan bu davlatniki 10 yil shuni shunday qilib surib turdi-da. Mush vaqtlarda mush tarixchilikka mush Yoqubbek hokimiyatniki 14 yil shuning asosiy sabablar qandaroq xulosagan chiqarmalar bor yo'q. Ya ben tushundim sualini. U to'g'riliq ma kitobning o'zicha O'rta Osiyoning umumiy tarixi. Va Yoqubbek to'g'riliq bo'lgan narsalarni bir qancha boblarning ichida mushtanim qilgan. Bu tarix voqealarning nimasi bo'yicha men masalan bunda buyuk o'yin degan kitobni o'qiganmi? Buyuk o'yin deganni balkim anglagan bo'lishinglar mumkin. Buyuk o'yinda bir kitob bor-ku, Great Game. Great Game degan nima deganda shu vaqtida shu Rossiya, Angliya, andikin hatto Manching imperiyasi ma'lum darajada bo'lgan shu vaqtida shu O'rta Osiyoda bo'lgan nihoyatda cho'ng bir voqea. U vaqtida abayqi Yoqubbek davri dal shu vaqtlarga kelib qolganda, shuning uchun u vaqtda muhim rol o'ynaganining bir sababi shu buyuk o'yinning qatoriga kirib qolgan. Endi bizning hozirgi vaqtimizga keldik, biz hozir unda buyuk o'yin yo'q hozircha bizda. O'z vaqtida buyuk o'yindek narsalar bo'lgan. Masalan, shunaqa Afg'oniston urushi u bu. Hozir undaq narsa yo'qolib ketdi. Hozir buyuk o'yinlar nerede o'ynalyapti deydigan bo'lsak, bilamiz-ku nerede o'ynalyaptligini. Hozir Iran, O'rta Sharqda o'ynalyapti. U bizga tiqunda yer. Endi shunday bir buyuk
o'yindak shundoq bir narsa paydo bo'lganda davlatlar shaklida tarixda nurg'un bo'lgan. Shu masalan Hindistonning qurilishi, Pokistonning qurilishi, Mavi nima Sovet O'rta Osiyoninki Chor Osiyo tarafdan tortib elishi, o'sha Mongoliyalarning qurilishi deymiz. Pokiston va mujdalardan hammaning qurilishi var, shu nima bilan bog'liq? Shu buyuk o'yin bilan bog'liq, ma'lum darajada bog'liq. Hamda uni shuning bilan bog'liq deb xatolashib ketmay, ma'lum darajada shuning bilan bog'liq. Buni tarixshunoslar, siyosatshunoslar bularni tadqiq qilsa bo'ladigan temalarimiz shu. Hamda shu yana bir shunday buyuk o'yin paydo bo'lamdi yo'q degan bir cho'ng savol-ku bu. Shunday yozdim. Biraydan Javobini kelsam, u to'g'riliq buningda tafsili, masalan, kim bilan kim ko'rishgan chog'da nima deyishgan, ular qanday paranglan qilishgan, undaqlar degan Yoqubbek degan nomli kitobning ichida-ku, ularning atashidi Forsyth var, Forsythning yozgan nimalari var. Endi shu vaqtda Angliyaning elchimaklarining a'zolari yozgan kitoblar bor. Shularning hammasini tafsili yozgan ahvollar. Ular endi büyük oyun degan kitap mende bor. Büyük oyun degan kitapdimi shu Yoqubbek to'g'riliq nurg'un yerlarda to'xtalgan. Uni albatta ayrim so'zlash to'g'ri keldi. Menda bir savol chiqdi. Nima uchun badavlat deymiz? Yoqubbek hokimiyat qilgan vaqtlarda Xitoylar vatanimizda yo'qmi deydi. Yoqubbek badavlat degani badavlatning ma'nosi fortunate, talaylik odam. Davlatlik odam degandek ma'noni bildirdi ekan badavlat. Haqiqatan nima bildirdi deganni bilmaymiz. Endi u vaqtida Xitoylar asosan yo'qdi, shunda deyishga bo'ladi. Chunki u vaqtda ma'nosi uchun yaxshi savol bu. Bizni vaqo men o'tgandimi debdim. Biz Sharqiy Turkistonni Xitoy egallab olgan yer emas. Manchular egallab olgan bizni. Uningdan burun shu 1000 yildak og'irda o'sha tong davrida ancha-muncha Xitoylar ashalarga berib ziyorat qilib kelgan bo'lsa-mu, uningdan burungi endi bu Xitoy degan narsa Sharq Turkistonda ko'rinmadi. Endi Manching davrida Manching imperiyasi Xitoylarni askar qilib, endi keyin ularni dehqonchilik qilishga yig'ib, opirib bizning bu Şimal Şarkı Türkistan'a, Janub bazı yerlere evet, yani Janub'dan ait azdı. Yani Manching'nin korganları var, onun için Xitaylar var. Onu meni yok dese yok, bir yer turuşluk ahaliler asasen yok. Bulup mu Yoqubbek devrinde ulanın hemmisini yoktu etken asasen. Tüydü mü yani bağma slaytlar? Ya şu bir saat mı kaptı? Abay yazgan narsani men ayrim yo'llab qo'yman, shuni ham tafsili yazgan narsamni o'qimadim-ku, men yazgan narsani xulosalab berdim. Yazgan narsani men ayrim sevitman, shu yerda o'qasanglar bo'ldi tafsili. Yani bu kitapdagi hozir bizning Sharq Turkiston Uyg'ur munosabatlik mazmunlar yani bormi yo tugdi mana bu? Yo'q, yana bu kitobniki men o'tgan dedim, u yerimiga yaqin mazmuni Sharq Turkiston mazmuni. Buningki nimalarni so'zlaydi? Bizni masalan Tunji Sharq Turkistonning qurilish jarayoni, ikkinchi Sharq Turkistonning qurilish jarayoni, Uyg'urlarning Sharq Turkiston Xitoy Sharq Turkistonni besib olgandan keyin shu jarayonni bo'lgan voqealar, Xitoylar qandoq Sharq Turkistonni boshqargan, qandoq siyosatlarni o'zgartgan degan hammasi bab bo'yicha. Buni so'zlashning o'ziga 10-15 vaqt ketadi. Shuning uchun hozirgacha hamda biz bu o'zimizning Sharq Turkiston munosabatlik tarixlarini Xitoyning yozgan kitoblaridan, Xitoy tarixchilarining, Uyg'ur tarixchilarining yozgan kitoblaridan, shu Sovetning, Rusning manbalaridan yo olgan manbalarni yozgan kitoblarni o'qib keldik hamda. Yani ma programning o'zimi yana g'arbga asrda Sharq Turkistonga nazardaqda g'arbda nurg'un tarixchilar yozgan shu kitoblarda Sharq Turkiston Uyg'urlik munosabatlik qanday mazmunlar bor. Shuni bilib boqaylik, g'arblarning nazaridan o'zimizga bir diqqat qilib boqaylik degan bu program boshlangan ekan. Buni ozdan-shu davomli o'qib chiqaylik. Bizning birinchi Cumhuriyet haqidagi nimada
Halit Velitman bu adamın ismi. Bu nima degan? Shu mezgildagi bizniki sharqlarning geopolitik nimalar haqida qo'ygan nimalari, shuni analiz qilgan nimalari ekan birinchi jumuriyatning qurilishi, yiqilishi, shu mezgil bizning ahvolimiz, O'rta Osiyoning ahvollari, lekin ikkinchi jumuriyat nimalariga oid mazmunli o'qib qolsa, hammasini tafsili sizga degankidek işte PPT tayyorlasangiz, so'zlab boqaylik. Boshqalarning kitoblaridami o'zimiznikini to'g'risidagi taqdir munosabatli mazmunlarni anglab boqaylik-ku. Ya menda gap yo'q. Men o'tgandim sana dedim ku, hamda gap nada deganda bu anglag'uvchilar qiziqamda yo'q degan masalada buningga meningmi hamda ekranga chiqib so'zlab baqqan odam biladi. O'qituvchilarmi bildi, chiqib bir soat so'zlashning o'ziga menga nurg'un vaqt ketadi. Hamda u yerda shuncha vaqt sarf qilib uni agar anglaydigan odam yo'q bo'lsa, menmi vaqtimni boshqa ishlarga beraymikin deb o'yladim. Shu nimalarga baqiliq? Shu anglag'uvchilar bor. Menda nurg'un kitoblar bor. Mana nimalar e'lon chiqargandan yo'g'i bir nechalar to'g'risini nima qildi hamda bu qiziq qolib bo'ldi-ku endi. Qiziq ayrim qilib bu kimlardan ekan bu to'g'ri so'zlamoqchi bu mazmunli burmi yezilgan to'g'ri bu degan ekan men dedim burnuqa bor yoqmayman haqida nurg'un uni o'qidik o'zimizda hamda Uyg'urlar yozgan Xitoy manbalaridan nima ochiq mazmunlarni torlarda boshqa yozgan maqolalar o'qigan ana bu g'arb tarixshunoslarningki nazarda Yoqubbek qanday bir odam Yoqubbekning hokimiyati haqida nimalar yozgan buni biz shu kitoblardagi manbalardan so'zlaylik bu qadar deb shuni dedim. Endi bizga qiziq savol bo'pti. Birisi bir kitobni yozsin, boshqasi yozmam degan. Men Amerika tarixi deganni surishtirib baqsa, 1 million bo'lmasmi-ku, bir 5-600 ming kitobi bor. Amerika tarixini. U birisi Amerikaning tarixini yozib, boshqa yozmaydi degan gap bo'lmaydi. U degan xato, aytib bir angsiz bir savol u. O'qishimga manbalardan anglab beqishimiz kerak-ku, ya'ni bu bir bilim. Ya'ni bu kitobni hammamiz o'qiy olmaymiz, o'qitolmaymiz. Endi azoz o'zingizning his qilganingiz kitobdagi men ham asosmanda tushundim. Sizning bu so'zlayotganingiz hammasi o'zingizning nimasi emas, kitobning avtori nima degan bo'lgan bo'lsa, shuni shu paytda bizga yetkazib beryapti deb menda qaradi. O'sha nimasi. Bo'lgandan keyin davomiga yana davomlashtiraylik. Hani programmani kiratamizsiz bizniki diaspora bilimiz bakrak jangiydarlik temilib qolib qolsa birdamlakim dahshat kiritadigan gap. Bilim munosabatli mazmunlarni kirdiganlar sal ozroq hamda men qancha qadam ko'rsin ko'rmasa u boshqa bir masala. Bu yerdagi ham g'arbliklarning nazaridan o'zimizga bir diqqatimiz og'digan bo'lgandan keyin buni qiziqadigan odam kirdi, qiziqmaydigan odamni men oldiga tashlab qo'ysam ko'rmaydi. Bundan bizning ishimiz yo'q. Shu kitobni zodi bir oxirigacha olib chiqayman. Men qiziq bo'lmaydi. Chiqdi. Mana rahmat Abduljon. Rahmat sizga rahmat. Men programma tukkanda ana keyindan kitob tukkanda sizniki mayliqi kitobingizni aytganda suhbatingiz Facebookka musulmon olimlarmi 100 musulmon olimi shu kitobingizga qiziq tuqqan qadar men qiziqdi jumla men qiziqdim musulmon olimlarga bir nazar tashlab shularning tarix hozir biz ekrandami ekranda bo'ldi men 2 minut vaqt chiqarib men kitobni bir qilinib qo'yay. Muborak bo'lsin kitobingizniki nashr qilinganligiga. Yaqindan beri bir 7 da kitobni yozdim, shu bir yil pensiyaga chiqqan yo'q. Endi buni ba'zilar chiqib bir necha oy ichida qanday 7-8 kitob yozasiz deydi. Men bunga javobim men 7-8 kitobni bir oyda chiqargandek qilaman. 40-50 yil men yozyaptim qaranglar. Shu faqat yaqinda bularni shu tayyorlagan materiallarni bir yerga to'plab ham nashr qildigan yerga avtib nashr qilyapti. Bu kitobni to'g'riliqmi men amaliyotda bir qancha diksiyalarni bergan. Sizlar balkim bilasizlar. 100 musulmon fan texnik olimi degan kitobda. O'z vaqt esinglarda bor men 50 matematik shunas deb bir leksiyani bergan. Uningdan keyin yana musulmon olimlari degan leksiyani bergan. 2 soatdan bergan shu vaqtlarda. Shu materiallarning xeyli bo'ldi bundalarni quvvatqinim uchun. Shuningdek bu kitobning ismini o'zingizlar ko'ring. Ismi shunday jarib o'zimni nayt yaxshi ko'rdim buni-ku. Bu faqat nima deganda materiallarni to'plab mana ko'ryotamsizlar. Mana materiallarni to'plab shu dunyoda tanilgan
100 Müslüman alimlarınki tercümaları, endik bunun kısık nimeleri, hikayeleri, qiziqarli ishlari degandek shundoq narsalarni yozib nim qildim mana meni ko'rib turibsizlar mana shundoq. Bu ishqilib buni qani bir ayrim bir vaqt chiqarib men bir tonishtiray buni. Tonishtirib bu ikki tomlik kitob. Birisi 370 betlik, yana birisi 370 bet atrofida ikkisi ikki tom qilib chiqardim chunki mazmuni endi to'g'rilarda aqtirib baxsam bundaq to'g'riliq yozgan kitoblarni jiqqa 100 musulmon deb yozdi, lekin 10 necha bet, 20 betlik, 50 bet yoki 100 betlik narsalar deganda ahamiyat bermagan. Unda egizlar. Lekin inglizcha yozuvchilarning yozganlari bor, masalan o'z vaqtidagi ma'u islomning oltin davridagi mutaxassislar, olimlar degan to'g'riliqcha. Lekin mandaq shaklda yozilgan tax yo'q ekan. Faxrlanib so'zlab qo'y. Buni qani ayrim bir qiziqsanglar bir ayrim bo'ladi o kitobni. Bo'ldi, bugungi programmamiz mushayish bo'lsin. Hurmatli qarindoshlar, vaqtimiz ekan bugungi suhbat programmamizni oxirlashdik. Kelarki sonda ko'rishaylik. Rahmat.